uzatayotganda o'rtadan to'p o'tkazildi. Mazgavoy yuqoridan ichkariga Hamdamov qabul qila olmadi, lekin Dilshod Saidov 17-daqiqa sifatida qayd etiladi bu. Dilshodning zarbasi gol bilan xavfli vaziyatlar yuzaga keltirishayotgandi, lekin Paxtakorning birinchi chinakam xavfli vaziyati gol olib keldi. Mazgavoy va Mladovich Boyan afsus bilan boshini egib qo'ydi hozir Ahmed Gurin. Akmal Mazgavoy trivelani amalga oshirgan ekan, Doston Hamdamov tomonga. Hamdamovga bormaslik uchun harakat qildi Mladovich. Buni uddaladi, lekin bu tomonda kim bor edi buxoroliklardan? Kim o'ynash kerak edi chap qanotda? Bu Muhammad Yo'ldoshevning nuqtasi. Qani Yo'ldoshev? Ulgurmadi Yo'ldoshev. Brunol maydon egalari oldinga chiqib olishdi.